Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz, akalar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Biz bugun Andijon viloyat Bog'ishamolidamiz. Ayni paytdagi fasonimiz trendda ketayotgan fasonlardan bittasi. Uyimizga juda ham yarashib, chiroyli bo'lib chiqdi. Ayniqsa mana granit ishlari qilinganda va ranglari qora bo'lgan holatdagi fonimizda juda ham chiroyli o'zini aks eta oladi. Besfiro mahsulotlari, materiallarimiz garantiyalangan, xizmatlarimiz o'zining litsenziyalariga akalar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Vodiy bo'ylab xizmatlar tashkil qilingan. Xo'p, nержавейка barellar o'zini zaylamasligi bilan va uzoyil xizmati bilan temir barellarimizdan ajralib turadi akalar. 250 mingdan boshlab 1 milliongacha bo'lgan fasonlarimiz hozir mavjud, 10 dan ortiq. Ayni paytdagi fasonimiz 430 ming so'mdan tayyor bo'lyapti. 400 ming so'mdan 450 ming so'mgacha qilsa bo'ladi bu fasonni. Joizi katta kichikligi, materialni qalin yuqaligi, shunaqa narsalarga qarab biroz plus minusga yurishi mumkin narxlarimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar, xizmatdamiz. Telefon raqamlarimiz ekranda bo'ladi.